Shahzod Toshmirov. Xususiy tadbirkor la hech qachon to'xtamang. Insonning hayotdagi asl maqsadi faqat o'zi uchun yashash emas, balki atrofdagilarga ham manfaat yetkazish, ularning o'girini yengil qilishdir. Mening hayot yo'lim 1995-yilda tabiati ham, odamlari ham mard va jasur bo'lgan Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida boshlangan. Biznesga kirib kelishimdan asosiy maqsad o'zimga, oilamga, yaqinlarimga, do'stlarimga ko'proq yaxshilik qilish. Ularga munosib moddiy shart-sharoit yaratib berish edi. Bundan tashqari, boshqa odamlarning hayoti ham farovonlashib o'tishi, hunar o'rganib, ilm olib, ro'zg'orni yaxshiroq tebratishiga o'z hissamni qo'shish maqsadida tadbirkorlik yo'lini tanlaganman. Bizning oila o'rtahol edi. Aniqrog'i, o'rtaning ham pastroq toifasiga kirardi. Boy badavlat bo'lish haqida 2016-yillardan 20 yoshlarimdan o'ylay boshlaganman. O'shanda men harbiy xizmatchi edim. Murad Buildings kompaniyasi asoschisi Murod Nazarovga, u kishining davlatimizga va o'zining jamoasiga keltirayotgan manfaatlariga havas qilganman. Keyin onlayn ustozimiz Ibrohim Gulomning ishlariga havasim uyg'ondi. U kishi O'zbekistondagi tadbirkorlarga biznes bo'yicha bilimlari bilan yordam qilib, o'z atrofidagilarga va jamoasiga biznes qilish hamda investitsiya bilan hamkorlik qilish borasida ko'rsatayotgan ishlariga havas ortidan biznes boshladim. Hozirgi biznesimga 2020-yilda kirib kelganman. Pandemiya davrlari edi. O'sha vaqtda Sirdaryodagi Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirilib, falokat sodir bo'lgandi. Mashaqqatli kunlar edi. Men armiyada oylik maoshga ishlardim. O'shandayoq kitoblar o'qib, biznes bo'yicha bilim olib yurardim. Imkoniyatlar qidirib, ularni qo'llash arafasida edim. Lekin o'sha paytda menda hech qanday sarmoya bo'lmagan. Yig'ib qo'ygan 1 so'm pulim yo'q edi. O'zim bilan ishlaydigan akaxondan 1 million so'm qarzga olib, harbiy kiyim-kechak sohasida faoliyat boshladim. Hech qanday yig'ib qo'yilgan sarmoyalarsiz. Hozir yaxshi darajaga chiqdim, Allohga shukr. Natija bergan ilk biznesim shu, harbiy kiyim-kechak. Biznesmen bo'lib hozirgi darajaga chiqishimda meni ota-onam, ukalarim qo'llab-quvvatlagan. Keyin jamoamning ham katta naf tegdi. Ular og'ir vaqtlarda ham, oylikka pul topilmagan vaqtlarda ham meni tashlab ketmasdan, ishni men bilan birgalikda davom ettirishdi. Mening biznesim ko'plab insonlarning mehnati evaziga erishilgan natijadir. Biznesni boshlaganimda albatta qiyinchiliklarga, to'siqlarga uchraganman. Biroq bir fikr hayolimdan hech ketmasdi. Har qanday qiyin vaziyatda ham to'xtamasligim kerak. Shu fikrim borligi uchun og'ir vaziyatlarda ham biznesimni tashlab ketmadim. Do'konga o'g'ri tushdi, kamomatlar bo'ldi. Tan qarzlarimizni yig'ib ololmagan va ba'zi qarzdorlarimiz qarzlarini tan olmay ketgan vaqtlar bo'ldi. Shularga qaramay, bu holatlarni yengib o'tishga ahd qilganim uchun barcha og'ir kunlarni ortda qoldirdim. Hozir ham qiyinchiliklar yo'q emas. Ammo natijalarga erishib, yengib o'tayapmiz. Menga bilim kerak edi. Biznesni ibtidoiy uslubda boshqarayotganimni bilardim. Onlayn biznes treninglarda qatnashgan, jiddiyroq o'qish kerakligini angladim va Ilhom Begimqulovning Real Business akademiyasiga keldim. Bu yerda o'qishimga sabab Ilhom Begimqulov bor bilimini qizg'anmasdan, biznesdagi bor bilganlarni yashirmasdan o'rgatishga ochiq inson. O'zi tadbirkor bo'lgani uchun biznesmenlarning biznesdagi asosiy qiyinchiliklarni juda yaxshi biladi va avvalo o'sha ko'p uchraydigan muammolarga tezroq yechim beradi. O'z ustida tinimsiz ishlaydi va biznes bo'yicha kecha-yu kunduz bilim olib, yangi bilimlarni ham akademiyadagi shogirdlariga yetkazadi va chin dildan o'rgatadi. Ertalab soat 5:00 dan kechqurun 22:00 gacha biznesmenlarni va o'zini rivojlantirish ustida
tinimsiz ishlaydigan insondir. Ilhom Begimqulov biznes kurslarida o'qimasdan oldin men o'z biznesimda ishchi edim. Tinim bilmaydigan ishchi. Ertalabdan do'konga kelib, kun bo'yi savdo edim. Aniq manzil va maqsad yo'q edi. Biznesda tavakkaliga harakatlanib, yaxshilash sari olg'a yuraverardim-u, oldingi marralari tumandagi kabi ko'rinmas edi. Endi tushundimki, aniq maqsad va natijalarni belgilab qo'yish, o'sha maqsad va natijalarga erishish sari harakatlanish kerak ekan. Tizimli ravishda biznes qilishni, tizimli ravishda oila bag'rida bo'lib, jamiyat bilan xotirjam muloqot qilishni yo'lga qo'ydim. Ustoz Ilhom Begimqulovning bilimga bir marta, bilimsizlikka butun umr pul tikiladi degan saboqlardan juda katta xulosa oldim. Inson doimiy o'qishdan hech qachon to'xtamasligi kerak degan ta'limoti ham menda katta taassurot qoldirdi. Aytaversam, ustozimizning o'gitlari juda ko'p. Ilhom Begimqulovning doimiy izlanishda bo'lishi ham katta ibrat oldim. Bu akademiyada o'qiganimdan va Ilhom Begimqulovdan darslar olib, qarashlarim butkul o'zgarganidan xursandman. Boshqa tadbirkorlarga ham aytamanki, agar biznesingiz va o'z kelajagingiz porloq bo'lishni xohlasangiz, biznesda muammolarsiz faoliyat yuritishni istasangiz, Ilhom Begimqulovning Real Biznes Akademiyasida o'qing. Nima uchun? Chunki ustoz Ilhom Begimqulov darslari sifatli va samarali. Har bitta darsni sizga oddiy tilda tushuntirib beradi va tushuntirib bergandan keyin sizdan qanday tushunganingizni albatta so'raydi. So'ragandan keyin ham shunchaki tushunganingiz bilan kifoyalanib qolmaydi. Shu tushunganlaringizni biznesingizga amalda qo'llab, natija olishingizni nazorat qiladi. O'zining kuratorlar jamoasi bor. Kuratorlar ham siz bilan ishlaydi. Har darsda qanday bilim olgan bo'lsangiz, uni biznesingizda qo'llab, natija olishingiz kerak. Natija olmaguningizcha qo'ymaydi. Real Biznes Akademiyasining maqsadi biznesmenlarni faqatgina o'qitish emas, ularning sof daromadini oshirish, yuqori darajaga olib chiqishdir. Siz shunchaki o'qib, bilim olib ketaversangiz, bunday o'qish va nazariy bilim akademiyaning maqsadiga umuman kirmaydi. Akademiyaga sizning natijangiz kerak. Bilimlaringizni olib, biznesga biznesmen sifatida boshqacha yondashishingiz va ularni amalga oshirishingiz faqat sizning emas, ularning ham natijasi hisoblanadi. Ular shunga harakat qilishadi. Ustoz Ilhom Begimqulov akademiyasida o'qimagan biznesmenlarning oldida juda ko'p tushunmovchiliklar ko'ndalang bo'ladi. Shu sababli ketma-ket qiyinchiliklarga duch kelishadi. Tadbirkor ertaroq o'qisa, biznesni tizimlashtirib, o'zining biznes va hayotdagi o'rnini mustahkamlaydi. Zamon rivojlanmoqda. Haftadan haftaga, oydan oyga ko'plab yangiliklar paydo bo'lmoqda. Ustozimiz Ilhom Begimqulovning akademiyasida o'qisagina, o'sha yangiliklarni qabul qilib, yangi zamonga moslasha olib, biznesni yuritishga tushunchasi yetadi. Ayniqsa, biznesdagi yangiliklarni qabul qila oladi. Aks holda, eskicha usulda biznes yuritib, hamma ishning boshida o'zi turib, o'zini ham qiynaydi, jamoasini ham. Oxir oqibat qarzga botib, bankrot bo'lish ehtimoli oshadi. Masalan, men akademiyada o'qimasimdan avval biznesimda qancha tovar aylanmasi borligini aniq bilmasdim. Biz qo'lda, eski usulda, daftar ruchkada hisob-kitob qilardik. Bu bizga aniq ishonch bermasdi. Umumiy tovar aylanmamiz qancha, bir oyda qancha so'm savdo qilyapmiz, undan qanchasini chiqim, xarajatu foydamiz qancha, bularni aniq emas, taxminiy raqamlarda bilardik. Akademiyada o'qiganimdan keyin men biznesimni tizimga tushirdim, dasturga soldim va hozirgi kunda aniq dastur asosida tovarim qancha borligi, kuniga necha pul savdo qilyapmiz, qancha foyda qilyapmiz, qancha xarajat qilyapmiz, shularni kompyuterda aniq ko'rib turaman. Biznesimni tizimlashtirganim menga juda katta ishonch va yo'nalish berdi.
Akademiyada o'qigach, eng katta yutug'im ishchilik darajasidan biznesmen darajasiga chiqishimdir. Natijada sotuvlarimiz va tovar hajmimiz 2 baravarga ko'paydi. Shu bilan birga foydamiz ham 2 baravarga oshdi. Darhaqiqat, hayotimda Real Biznes Akademiyasi va ustoz Ilhom Begimqulovning o'rni beqiyos. Ilhom Begimqulov va jamoasi yordamida men hayotimning mazmunini anglab yetdim va hayotimni 180 darajaga o'zgartira oldim. Men uchun muvaffaqiyat bu doimiy erkinlik, mustahkam sog'liq, baxtiyor oila va keng imkoniyatlarga ega bo'lishlik. Hayotda shunday og'ir vaziyatlar yuzaga keladiki, masalan, biror kishi xastalikka yo'liqib, faqatgina qimmat jarrohlik amaliyoti bilangina yashab qolishi mumkin bo'ladi. Bunday insonlarning hayotini saqlab qolishga o'z hissamni qo'shishimni xohlayman. Yoki nochor va qashshoq oilaning farzandi ilm olishi uchun hissa qo'shib, kerakli ilm dargohlarida o'qitib, kelajakda jamiyatga va oilasiga foyda keltiradigan yetuk shaxs bo'ladigan darajaga chiqishini ham orzu qilaman. Ko'plab insonlarning hunar o'rganishiga sababchi bo'lishimni ham mening muvaffaqiyatim deb hisoblayman. Agar vaqt orqaga qaytsa, biznes ilmlarini maktab davrlaridan boshlab o'qigan bo'lardim. O'z hayotimni biznes ilmlari olishga bag'ishlardim. Boshqa tadbirkorlarga esa hech qachon to'xtamasdan harakat qilishni tavsiya qilgan holda, qanday qiyinchilik va muammolar bo'lishidan qat'iy nazar, qayta o'rnidan turib, albatta harakat qilishlikka da'vat etaman. Bu kitobni o'qiyotganlarga aytmoqchimanki, albatta biznesda o'zingizga ustoz topib, undan biznes ilmlarini o'rganib, keyin biznes boshlang va doimiy ustoz bilan birgalikda harakat qiling. Butun hayotingiz davomida ustozingiz bo'lsin. Ustozning bilimlarini va hayot yo'lidagi saboqlarni o'zlashtirib, xulosalar chiqaring. Hayotda qanday vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, hayotingiz yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi? Yashayotganingizning o'zi baxt. Hech qachon taslim bo'lmasdan, faqat olg'a harakat qilib, yaxshi niyat bilan, yaxshiliklarni o'ylab oldinga intilish bizni o'zimiz o'ylagan darajaga olib boradi. Kunlarning birida master-klassda biz 200 nafar shogird to'qqa bordik. Ustoz Begimqulov meni guruhga sardor qilib tayinladi. Ustoz, menga ertaga 200 odam to'qqa chiqishini, menga esa to'qqa chiqish yo'lini topib qo'yishimni tayinladi. Mahalliy cho'pondan yo'l so'ragandim. Menga tekis, ravon yo'lni ko'rsatdi. Men qiyin, noqulay yo'ldan, o'zimiz kutmagan to'siqlardan yurish maqsadga muvofiqligini aytdim. Cho'pon bir so'qmoqqa ishora qildi va "Lekin u yo'lda ayollar qiynaladi", dedi. U ko'rsatgan tomondagi dala, hovli ortida kichkina panjara bor edi. Panjaradagi kichkina eshikchadan chiqilsa, so'qmoq boshlanadi. So'qmoq so'y bo'yidan o'tadi. U yog'iga bormadim. To'qqa chiqmadim va izimga qaytdim. Ertasiga ustoz, "Siz guruhni boshlab borasiz", dedi. Men harbiy bo'lganman. Qiyin, ekstremal sharoitda yurish, o'zimizga ovqat topib yeyish, qurt-qumursqalarni tanovul qilish ko'nikmasi hosil bo'lgan. Hammani o'zimdek bilib, hamma chiqoladi deb o'ylabman. Erkagu ayolni etaklab, tepaga chiqaylik desak, nariroqda umuman yo'l yo'q ekan. U yerdan chiqishga o'zimga ishonaman. Erkaklarning yarmiga ishonaman. Ayollar esa chiqolmaydi. Bir marta sirpanib ketsa, falokat bo'lishi mumkin edi. 200 odam menga ishonmoqda. Yo'l axtardim. U tomondan aylanib o'tsam ham, tik joylar, tikanaklar bu yoqda ham. Jamoada noroziliklar paydo bo'ldi. "Shahzod, kecha siz yo'l topmagansiz", deyishdi. Ko'pchiligi shahardan.
Ular bunaqa joylarda yurmagan. Oralarida qishloqlarda yashagan, tog'larda yurganlar ham bor. Ular to'qqa chiqishni uddalay boshlashdi. Avval 5-6 kishi chiqdi. Keyin 100 nafarga yaqin odam bir amallab uddaladi. Odamlarni noto'g'ri yo'lga boshlab qo'ydim deb ustozning oldida ko'nglim xijil edi. Biznesda ham shunday. Ravon yo'l yo'q. Guruhning yarmi endi tepaga qanday chiqatadi deb vijdonim qiynala boshladi. Biroq ustoz Begimqulov master-klass ishtirokchilarining har biriga "Keling aka, keling opa" deb o'zi bosh-qosh bo'lib, shunday mushkul qiyolikdan chiqishiga yordamlashdi. Tog' tepasida chiroyli manzara, toza havo. Biz oldinroq chiqib, atrofni tomosha qilib turdik. Ustoz hammani boshlab keldi. Faqat 2-3 kishi chiqolmabdi. Oramizda bitta do'mboq qiz bor edi. U salgina oyog'i to'yib dumalab, ortida kelayotgan biznesmenga borib urilibdi. Biznes cho'qqisi ham shunday. Cho'qqiga chiqish yo'llari siz kutgan yo'llardan iborat bo'lmasligi mumkin. Shunda siz atrofdagilardan va ustozingizdan o'rganing. To'xtamaslikka harakat qiling. Master-klassdagi cho'qqiga chiqishdan maqsad ham aslida shu. Sizdagi o'z maqsadingizga erishish hissini tarbiyalash. Ha, har qanday holatda ham to'xtamasdan harakat qiling. Masalan, men bir narsani bilsam-bilmasam to'xtamayman. Taslim bo'lmasdan oxirigacha harakat qilaman. Sizga ham shuni tilab qolaman. Ishni yarim yo'lda tashlab ketuvchilarga biznesda joy yo'q. Xulosa. Biznesda tekis va ravon yo'l qidirganlar manzilga yetib borolmaydi. Shahzod aka tog'da 200 kishilik jamoani tiyin so'kmoqdan boshlab borganida bir haqiqatni angladi. Liderning vazifasi oson yo'l topish emas, balki qiyin yo'lda ham jamoani cho'qqiga olib chiqishdir. U biznesda ham shu qoidani qo'lladi. Qarzdorlar bermadi, uyi tushdi, pandemiya bo'ldi, lekin u to'xtamadi. Akademiya esa unga shu qiyin yo'lda yiqilmaslik uchun xavfsizlik arqoni, bilim berdi. Unutmang, hayotda ham, biznesda ham sinovlar bo'ladi. Ko'pchilik to'siqni ko'rganda ortiga qaytadi. Haqiqiy tadbirkor esa undan o'shib o'tish yo'lini quradi. To'xtamang. Cho'qqida sizni go'zal manzara kutmoqda. Xulosa. 1. Ushbu shogird hikoyasidagi qaysi fikr yoki vaziyat xuddi siz uchun aytilgandek bo'ldi? 2. Shogirdning qaysi to'g'ri harakatlarini aynan hozir biznesingiz yoki hayotingizda qo'llashingiz mumkin? 3. Aynan shu hikoyadan xulosa qilib, biznesingiz yoki hayotingizda qaysi kichik o'zgarishni amalga oshirasiz?